Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli qarindoshlar. Savol va javob nomli programmamiz orqali sizlar bilan yana görüşdük. Programmamızın aziz mehmoni Sharq Turkiston ulamolar birligi rais vakili ustoz Mahmudjon Damollam. Men riyosatchi Abdulahad Ujat. Hurmatli Damollam, programmamizga qadam tashrif qilganlar uchun rahmat. Qizg'in qarshi olamiz. Allah razı olsun. Hürmetli televizyon ko'ruvchi qarindoshlar, bugungi programmamizda İslamda şirklashib tijorat qilishga aloqador masalalar haqida to'xtalib o'tamiz. Hurmatli domlalar, programmamizni birinchi savol bilan boshlasak, İslam shirklashib tijorat qilishga qanday qaraydi va bu shirklashib tijorat qilishninki islomdagi hukmi nima? Bu haqda qisqacha ma'lumot bersangiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve taala bu programımızı umumiyizlik Müslümanlar için faydalı program qilsin ve bizni to'g'ri so'zlashga, haq niyat yetkazishga nasib qilsin. Xatolashib qilishdan Alloh o'zidan saqlasin. İslam dini insanınki dünya ve ahiretlik hayatıda buluşuq tegishlik ishlarni o'z ichiga olgan. Dunyoda qanday yashash kerakligi, qanday yashasa oxiratda buning mayli mukofoti yoki jazosi dunyodagi yashash uslubi qarta bo'lganligini bayon qilgan. Allah subhanahu ve taolaning dini mukammal din o'g'achqa Sur Maida'da "El-yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul İslam'e dina" degan ayet Haccetul Veda, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemninki şu ahirki haj qilgan, şu hajdan keyin ozgina vaqtdan keyin Peygamberimiz o'lib ketgan. Şu vaqtda Allah subhanahu ve taala men sizlarga bu dinni mukammal qilib berdim. Ni'metimni sizlarga to'liq berdim. İslam'ın sizlarninki dininglar bo'lishga men rozi bo'ldim. İslamga chin eslikmanglar deb bekitgan. Tabiiy holda bu mukammal dinda insonlar dunyoda xotirjam yashash uchun, musulmonlar baxt saodatda turmushi bayashat yashash uchun rizqqa, pul molga ehtiyojliq. Bu pul mol odatda bir odam uyda o'ltirganda osmondan pul tushmaydi. Osmondan pul tushmagandan keyin inson har xil ishlarni qilishga, mayli hunar bo'lsin, mayli tijorat bo'lsin, mayli dehqonchilik bo'lsin, har xil ishlarni qilishga ehtiyojliq. Undaq bo'lganda nurg'u vaqtlarda insonlar o'z yolg'iz ma'lum ishlarni qilolmasligi mumkin. Hatta o'zining puli bo'lsa-mu, puli va adam turib tajribasining bo'lmasligi, masalan, yoki ma'lum hunar kasbni bilmasligi sababidanmi puli va turib tijorat qilolmasligi mumkin. Ma'lum insonlar o'zining shunday iqtidori va qanday pul tepishni biladi, lekin ularda pul bo'lmasligi, dasmi bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun shariat musulmonlarningki o'zaro hamkorlashib, sheriklashib tijorat qilishi yoki hunar qilishi bularni yo'l qo'ygan. Yani İslamda sheriklashib tijorat qilish alohida o'tirib qo'yilgan. Bütün musulmonlar Peygamberimizning zamonidan tortib ta bugun kungacha sheriklashib tijorat qilsa bo'ladi deb buningga bir necha oyat hadislarni bayon qilgan. Şu ayetlerinin qatarının Sur-i Nisa'daki "Fehum şurakâ'u fi-thuluth", yani şu mirasxo'rlar mesela malning qepqag'ında şerik o'zaro degan mush oyatdan bu hukmni olgan, sheriklashishning durustligi. Va yana bir oyatda "Ve inne kesiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'd" deb bu yerda nurg'unlagan sheriklashgan kishilarningki, o'rtoqlashgan kishilarning ba'zi vaqtda Allohdan qo'rqmasa birisiga tajovuz qildiganligi, birisiga zulm qildiganligini bayon qilgan. Va Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem
Ebu Hureyre radıyallahu anhu bayan qilgan hadis qudsida Peygamberimiz Allah subhanahu ve taala'nın sözünü bizge yetkizip ana thalithu şerikeyn ma lem yekun ahaduhuma. Yani ben Allah subhanahu ve taala deydi bu hadis qudsida iki şerikleşken adamninki üçüncüsü men. O ikisininki birisi birisiga xiyonet qilib misalan. İkisi birisiga rastçılık bilen, samimiyet bilen şerikleship ish qilsa, üçüncüsü men degini, üçüncüsü ularga ko'ngil berish bilen, ular bilan birga, ularning iqtisodiga, tirishchanligiga berkat berish bilen, ular bilan birga. Demakchi endi bu yerdagi maqsad, yani Allah subhanahu ve taala bunda birisiga samimiy bo'lgan, sherik tijorat qildigan, sherik ish qildiganlar bilan Allah ber degan mush hadisdimi bu sheriklashishninki durustligi chiqadi ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında mı sahabeler özara şerikleship ticaret qildi. Hatta urushda üç sahabenin vakası var. Biz qandaq oljiga erishsak özara bölüşeyli deyishgan to'q. Fakat Sa'd ibn Muaz radıyallahu anhu ikki asrini qo'lga tushiribdi ekan. Qolgan ikkimiz jo qo'lga tushiramiz, hech narsa erishamagan to'q. Biz şunu çoğu büleşken, yani onun pulunu büleşken deb sahabildim bu bayan mı Resulullah'ın hayatı da bu mu bayan kılıngan. Şunun için şerikleship ticaret qilish İslam dini qiziq tuğan ve şundaqla Allah subhanahu ve taala hadis qudsida o'zining ularga berkat berdiganligi, ular bilan birga ekanligini bayan qilgan muhim rizq tepish, pul tepishninki bir yo'li. Rahmat tamam Allah razı olsun. Endi bu İslam yolu koygan ya ki fiqh kitaplarında bayan kılgan bu şerikleship ticaret qilishninki türleri qancha turga bo'ldi, qaysilar masalan mashhur bo'lganlari. İslam dininde umumiyizlik fiqh kitaplarında bayan qilingan sherikchilikni ikkiga bo'lish mumkin. Bunun birincisi igidarchilik. Yani bir narsaga egolash orqali sherik bo'lib qolish. İkincisi kelishim tuzish orqali, deyish orqali sheriklashish. Bu nima gap desa, igidarchilik deganimiz, masalan, ma'lum ikki shaxsning qat'iy birisi bilan ixtiyoriy, buni ikkiga bo'lgan olimlar, birisi ixtiyoriy sheriklashib qilish, yana birisi majburiy sheriklashib qilish. İxtiyoriy sheriklash degan nima desa, masalan, ikki odam bor, bu ikki odamga xabari yo'q, bir yerdan bir sovg'at kelib qoldi masalan. Hiba deb ataydi buni. Hiba sovg'at keldi, ya ma'lum bir malga erishdi. Mani ems ikkinglar tang ishiltinglar deyildi. Mayli vasiyat orqali bo'lsin, mayli hadiya sovg'at orqali bo'lsin, ikki odamga bir narsa ikki odamga kelib qolgan bo'lsa, bunicho yoki ikki odam bir narsani setib oldi. Masalan, nima setib olsin, ikki odam bir narsani setib oldi, hech qanday o'tirdi, kelishim yo'q. Deyishmagan. Lekin shu bir narsani setib oldi, shuni bilan bu ishkalan sheriklashib qoldi. Bu ishlar jamiyatdan bor odatda. Odatda bir mashinani yoki bir do'konni birga eliblan mani bir mablag' sep qo'ylar, bir ish qilib qo'ylar deb ixtiyoriy holda kishilar bir narsani birga setib oladigan ishlar bor. Ikkinchisi shu desa, miros orqali. Ma'lum masalan, akukite yoki urug' tuqqante masalan, bularga malning egisi, yani bular miros oldigan odam o'lib ketib qoldi. O'lib ketgandan keyin bularga mayli uy bo'lsin masalan, mayli bir mashina bo'lsin, nim bo'lishdan qat'iy nazar bir narsaga bular sheriklashib qoldi. O'zining tanlashi bilan emas, balki miros orqali bu haqqa erishib qoldi. Bu igidarchilik sherikchiligi deb ataladi, bir narsa ega bo'lib qolish hamda. Buningda qanday bo'lish kerak desa, har qaysi birisiga nisbatan, ash ega bo'lgan malga nisbatan yat odamdak. Ya'ni qat'iy bizning haqqiga tajovuz qilishga bo'lmaydi. Uni ishiltishga bo'lmaydi. Masalan, bir odam ma'lum ikki qavatli uyga sheriklashdi deylar, miros orqali akuka. Buni rasmiy bizning haqqini ayirib, ma mening, ma seninki ekan deb ayirmag'ichilik, birisi o'zining haqqini boshqa odamga sotib o'tish haqqi yo'q. Chuqum, shu miros qonuni bo'yicha rasmiy haq ayrilgandan keyin miros egalariga berilgan haq belgilangandan keyin
Andın bu adamның çoğu onu setiş hakkı buludu. Lekin onun aldı şu dese onu kat'i tasarruf kılıp bir yerden biri öteş ya seti öteş hakkı yok. Bu iqtidarchilik şirketine alohida diqqat qilish tegishli masala. Bisining mal mulkiga mayli boshqalarga biri o'tish orqali yo seti o'tish orqali yo sovg'at qilish orqali tajovuz qilish shu qat'iy bo'lmaydi. Har biri o'zininki mal mulki aniq belgilangandan keyin ondan ayrilgandan keyin haqqi maning 10 maning 10 masalan yo maning 20 maning 30 deb ayrilgandan keyin ondan bu mal mulkda bu odam o'zi xohlagan ishni qilib bo'ladi. Bu birinci türü. İkinci türü ondan bu bir neçe tür buludu. Özara kelişim arqılık ma'lum şerikçilikni vücutga chiqarishadi. Asli başta şerik emas, lekin kelişim arqılık şerikçilikni vücutga chiqarish bu şerikçilikni vücutga chiqarish arqılık meydana kelgan şirketlarning turlarimi xilma-xil hamda. Müşterilerin qatarıdan yani hoştan Allah. Anan degan fiqhda mesela mudaraba har xil atalg'unlar bor bunun. Mesela şirkette anan deyli. Yani normal hammadan biladigan keng tarqalgan jamiyatda bir şirketçilik endi. Yani mesela sermaye ve küçük'e ortak şirketçilik qildi. Mesela bir adam mesela ikimiz ticaret qildik. Meblağını 50 bin lira, 100 bin lira okşaş çıkardık. Vaktimi okşaş çıkardık. Bu muşunda bu xil şirketçilik qanday şirketçilik bo'ldi ve bu o xil ahvalda ziyan çıkıp kalsa bu ziyanni kim to'laydi mesela? Bu köp yüz berdigan meselelerninki biri. Bu yani iki taraf yani pulni hem kuchni ticaret atalg'usidan birde bir shirik yoki ikki o'q deb ikki o'q deb ataladi yoki 50'de 50 50'de 50 deb ataladi. Yani o'xshash pul chiqarish, o'xshash kuch chiqarish hammasi ham ikkisi mesela 50 mingdan 100 ming chiqadi. Mesela ikki taraf bu 100 ming bilan tijorat qilmoqchi, bu orqali o'zining iqtisodini ko'paytmoqchi. Bundaq sherikchilik dünyada en köp targan, Müslümanlar içinde en köp targan şirkçilik. Bu şirkçilik tabi halde duruz, yukarıda değilgendek. Bundaq şirkçilikte çokum dikkat kılış tegishlik muhim nokta nima desa, ikili taraf samimiy bo'lish lazım. Yukarıda hadisde bayan qilingandek rastchil bo'lish lazım, samimiy bo'lish lazım. Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem yana bir hadisde şirk birisi samimiy bo'lsa, bu ikkisining qilgan ishiga berkat beriladi. Berkat beriladi. Agar ikkisi birisiga samimiy bo'lmasa desa, qilgan ishiga berkat berilmaydi deb alohida ogohlantirgan. Shuning uchun mayli ikki taraf yoki uch taraf bo'lsin, o'xshashdan pul chiqadi, o'xshashdan kuch chiqadi, hamma ishni teng qildi. Bundaq holatda bularning payda ziyni hammasi teng bo'ladi. Buni da talash tortish yo'q. Talash tortish yo'q. Agar bular deyishib o'zaro payda ziyonda, xususan paydada farqli ittifoqlashsa mayli. Masalan hamda bu nima deymiz? Pulni o'xshash chiqadi, kuchni o'xshash chiqargan bo'ldi. Lekin uning ichida birisininki biroz yo'li ko'proq, yo'li va iqtidori va tajribasi va ishni biroz burun boshlagan bir yil. Tayyor ishga shirik bo'ldingiz, endi siz men masalan paydaning %60'ni men alaman, xilisi olasiz deb yana ikki taraf kelishsa, faqat buningda shu nisbat, ya'ni payda nisbat asosida ayrilsa bo'ladi. Lekin masalan men 1000 ni paydadan 1000 TL'ni men olaman. Nisbatga bo'lmay turib 1000 TL'ni men olaman deb menda desa bo'lmaydi. Lekin paydaninki 50% ya 60% ya 70%'ni ben alaman emsa. Deyishib, bu şekilde iki taraf razı olsa, bir taraf 30%'ga razı oldu. Yani bir taraf mesela 70% alaman dedi, o adamның tecrübesi olğaçqa yoki şu işni yaxshi bilgachga qarshi taraf pulni o'xshash chiqargan bo'lsa-mu 30% paydaga razı oldu. Bu şirkçilik durus. Bu şekilde mujna mengi versa bulaverdi. Bu yerda eng diqqat qilish tegishlik bizning Uyg'ur jamiyatida
ko'p uchraydigan bir muhim masala nima desa, ziyonni qandaq bo'lash masalasi. Bu shunday sherikchilikda ziyonni qandaq bo'lash masalasida alohida hayotimizda bizga kelgan savollar yoki talash tortishlarga qarasak, hozirgi tangidan o'rtoqlikda tangidan o'rtoqlikda ziyon masalasida bu yerda nurg'un shariatga, islom fiqhiga uyg'un bo'lmagan ahvollar bor. U nima desa, ziyonnimi tang bo'lash. Pul tang bo'lsa, dasmi ikki tarafning tang bo'lsa, ziyonni tang bo'lsak bo'ladi. Ya hozir deyishayotganimiz dasmimi tang oldi, kuchmi tang oldi, o'xshash oldi. Bunda holatda bo'lsa, mushunda holatda sil degandek bo'lsa, dasmimi tang ikki odam sheriklashdi, 50 mingdan 100 mingni chiqadi. O'xshashmagan farq faqatlam foyda masalasi. Masalan, foydada deyishgan bo'yicha ziyonda tang-mutang. Ziyondimi tang-mutang? Yo'q, foydada 100 deyishgan bo'yicha bir tarafning 70%, yana bir tarafning 30% foyda deyishgan bo'lsa, bu mayli, bu durust, to'g'ri. Lekin ziyon chiqqan vaqtida ziyon chiqib qolsa, o'chaqda sen foydani 70% olgandan keyin ziyonnimi 70% tortsan deyishga bo'lmaydi. Ziyon aşı dasmay qanchalik bo'lgan bo'lsa, shu bo'yicha bo'ladi. Dasmay 50 dan 50 bo'lgan bo'lsa, ziyonchu 50 ga 50. Nima uchun? Shariat, islom fiqhida bu ijmo masala yani. Bütün 4 mazhab hammasi er-ribhu hasbel ittifaq. Payda qanda şeriklar qanda deyishgan bo'lsa, nima uchun deysan? Chunki payda olgan vaqtda insonlar birisi-birini qapilshab qolmaydi. Birisi-birini talashda chiqmaydi. Xuddi bir odam masalan odatda o'zining umum paydasini yana bir qarindishiga bervas durustmi? Masalan bir odam 30% paydaga rozi bo'ldi, 70% paydını yani bir qarindishiga berdi, 20% o'shuq. Xuddi yanjiqidagi 20 pulni qarindishiga bergandek qilaman. Yanjiq har qanday odam yanjiqidagi 20 TL pulni bir odamga berish haqqi bor. Bu bir yaxshilik, mendaqcha aytganda. Xuddi shuningdek bir odamning 20% o'zining haqqidan voz kechib turib, o'zining sherikiga o'tinib etsa, u bo'laverdi. Chunki o'zining roziligi bilan bo'g'achqa. Ziyonda cho desa, ziyonda aşu dasmega qarab bo'ladi. Nima uchun desa, agar undaq bo'lmaganda birinchi talash tortish kelib chiqadi. Chunki ziyon ochiq hamma odamga. Ikkinchi adolatdan cho chatnaymiz bu yerda. Masalan, qandaq adolatni chatnaymiz desa, payda bo'lgan vaqtda hammadan biz 70% aldı, yani birisi 30'ni aldı. Asli dasmay açtı degan gap. Her ikkinchisi açtı. Ikkilisiga mayli bizning 70 açsa, yani bizning 30 açtı. Asli dasmay chu açtı. Lekin ziyon tortgan chu desa, asli dasmaydan kamlab ketirgan ish bo'lmaydi. Asli dasmi bo'lgan 50 ming TL'dan ikki tarafning har biriga kamlab ketirgan bo'lg'achqa, shuni bu chog'da chu ziyon aşı dasmiga qarab bo'lishi lozim. Chunki her qandaq vaqtda şirketdan ziyon chiqsa, bu ziyon eng boshda nima keldi desa, foyda keldi. Masalan, şirketdan bir yil sherik tijorat qilgan odam 5lik 6 oyda bir hisob qildi. Masalan, 100 ming TL'ga 20 ming TL foyda chiqdi. Hatta ikkisi bu foydani bo'lishib ketdi. Masalan, lekin keyingi 6 oyda 30 ming TL ziyon chiqib qoldi. Bunda bo'lib qolsa, ikkisining ishi davomlashayotir emasmi? Eng birinchi bo'lib ziyon nega keldi desa, 20 ming TL'ga boshda keldim. Ya'ni ziyonni ash foydadan chiqarib o'tish lozim. Foydadan chiqarib o'tib, asli dasmoyiga andin tegish lozim. Shuning uchun ziyon masalasida bu shariat umumyuzlik mazhab olimlari dasmoyi qarta bo'ladi degan. Bu yerda bir misol qilsak, ulamolar birlik keldi, bir necha qarindoshlarimiz, undan masaldan bir nechasi keldi. Xususan bu pul farqli bo'lgan vaqtda texmo masala chiqaradi. Ig'ir keladi. Masalan, 200 ming TL bilan tijorat qildi.
200 ming TL, 100 ming TL'ni bir adam chiqadi. Qolgan 100 ming TL'ni ikki adam chiqadi. Ikki adam chiqarib bu uchaylan payda emsa bizga 3. Yani 100 koy payda alsak biz 3 bölümüz. 33 koydan alımız. 33 koydan alımız deyişti. 33 TL'den. Bu şundaq deyişke vaqtda tamam meyli bu. Payda da meyli. Payda da çoğu meyli bu şunda deyişse. Razı ulaşkandan keyin. 100 ming TL pul var adam hem de 50 ming TL'den pul qo'shgan adamga xuddi yaxshilik qilgandek bo'ldi. O'zining haqqidan voz kechib. Lekin ziyon çoğu desa, ziyonda dasmiga qarta bo'lish lozim deb belgiladi shariat. Nima uchun? Desa 100 ming TL'lik puldan agar 100 ming TL ziyon chiqdi deylar. Ziyon chiqadimi tijorat 100 ming TL'lik pulda 100 ming TL ziyon chiqishi mumkin. Agar bu chaqda aş ziyanmı xuddi paydaga o'xshash 33 dan bo'ladi deyilsa, nima vaziyat kelib chiqadi desa 50 ming TL pul qo'shgan odamninki faqat 17 ming TL pul qo'lida qoladi. İki tarafninki, ikki odamninki 100 ming TL qo'shgan 50 mingdan 17 mingdan 34 ming TL pul qo'lida qoladi. Qolib qolgan 66 ming TL cho uçuplam ketadi. Yok olib ketadi. 100 ming TL pul qo'shgan odamning cho desa, o'zi yolg'iz turib, o chaqda yana 67 ming TL puli qo'lida qoladi. Demak, puljiq odamninki ziyni cho az bo'ldi. Ma pul az odamning cho pulninki yarimidan jiqimi ketib qoldi. Chunki 50 ming TL'dan 30 ming ziyon chiqsa, yerimden cık pul, yani 65% pul ziyana gitti. Pulcuk adamın çoğu dese, fakat puludan 30% çoğu o ziyana gitti. Şunun için şeriat, pul az adamın mı ziynini azaltış, hem adalet bilen muamele kılış için ziyanını çoğu desmigi karta değilse, uçak neymiş olurdu dese, 100 ming TL ziyan çıksa, 50 ne? Mesela 50 mingni 100 mingni qo'shgan adam utatıda qolgan 50 mingni 25 dan 100 ming 50 mingdan pul qo'shgan adam tatıda. Demak 50 ming pul qo'shgan adam o'zining pulining yarmini ziyon tatgan bo'ldi. 100 ming pul qatgan odamchi o'zining pulining yarmini ziyon tatgan bo'ldi. Bu yerda adolat vujudga chiqqan bo'ldi. Xo'sh, Allah razı olsun. Endi keldik bu shunga savol kelsak, hammadan bildigan muzaraba eng ko'p bu biz bildigan bir masala. Biz uni mana bir keyinroq kelgan savolni bilsa. Endi bir taraf kuch chiqadi, o vaqti bor ekan, ham tajribasi bor ekan. Yana bir taraf dasmini chiqadi. Bu xil tijoratga shariat qanday qaraydi? Agar yana sayqa o'xshash bu tijorat ziyon chiqib qolsa, bu vaqtda ziyon qanday bir taraf qilinadi? Yani kimga qanchalik keldi bu haqda ma'lumot berasizlar. Bu mudaraba degan shariatda buni yo'l qo'yilgan. Qur'on asl darb degan urush degan ma'noda. Ya'ni Qur'oni Karimda yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah dedi. Yani bular zimində tirishchanlik qilish orqali, yani mengib yurish orqali Allah'ın fazlini talab qiladi degani, yani zimində tijorat qilamiz deb mo'ynab mengib yurib rizq talab qiladi degan ma'noda. Mushadan kelib chiqqan. Yuqorida sil degandek bu ma'lum bir taraf pul chiqirdigan, xuddi pulni chiqirib qarshi tarafni shu pulni ishlatishga vakil qilganning o'rnidan bu. Hem sizler ma pulni ishiltib pul topsizlar, payda emsa ya 50'de 50 bo'ladi, ya 60'da 40 bo'ladi. Yani ittifoq kelgan o'xshash payda cho ittifoq kelgan bo'yicha. Qanday ittifoq kelsa, shu bo'yicha bo'ladi deb dasmi soldi bir odam. Bu durustmi desa, bu shariatda durust. Bununla sahabeler zamanında, Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında alahida muşnaq iş bo'lgan. Sahabenin zamanında Ömer radıyallahu anhu'nunki ballari Abdullah ibn Ömer ve Ubeydillah
İşkilisi bu Irak'a bir urush qilgan vaqtida müşadin şu çağda Irak'ның valisi Ebu Musa al-Ash'ari'di. Ebu Musa al-Ash'ari bu işkeylenge vay muşuna Beytul Malga elip getirgan pul vaqti. Şu pulni men sizlarga bersam, sizlar mendan mal elip ketib, uningdan keyin ondan Madinaga borgandan keyin uni setib, malning aslini Beytul Malga Umarga topshirsanglar, Umar radhiyallohu anhuga degan vaqtda bular ha ma'qul deb Abu Musa al-Ash'ari bergan pulga mal olgan. Mal elib uni Madinaga shu olib borgan. Appagandan keyin Umar radhiyallohu anhuning yoniga kelib, "Munda bo'ldi. Mavu bizning foydamiz, mavu asli pul." Degandan keyin Umar radhiyallohu anhu nayt adolatda ching turdigan xalifa bo'lgachqa askarlarning hammasiga berdimi yo sizlarga berdimi degandan keyin bizga berdi. Desa, sizlar Amirul Mu'mininning ballari bo'lgachqa shuni sizlarga beribdi. Pulni mi alaman, paydını mı alaman? İşkilisini tapşırırsınız. Bunda iş nerede bakan? Deb pulni elib olishga temşeldi. Temşelgandan keyin Abdullah ibn Umar asldan yavaş kishimdi. İlim egisi. Bu shuhtudi. Lekin Ubaydullah degan birisi shu darsiga agar biz malni ziyon tatgan bo'lsak, masalan, ya bir pervalık qilib bir ish olgan bo'lsa, bizni tuyultamdan yoqma deb aynda debdi. Ha, tuyultitim dedi. Tuyultitim degandan keyin unda olgan bo'lsa bu nima deb foydani ham malning aslini olaman desa. Degandan keyin ondan sahobalardan birisi qo'pab Umar radhiyallohu anhu gap qilib, bular foydaninki, olgan foydaninki bir qismini, yerimini bersin Beytul Malga. Qilib qolgan yerimini shu o'zi olsin degandan keyin ha bo'libdi deb shu shaklda shu muomala qilgandi. Buni mudaraba deb atalgan. Shu chaqda sahobalar hech qaysi buni qarshi chiqmagan, xuddi ijmo bilan bu durust yo'l qo'yilgan. Yo'l qo'yilash nimasi shomamda dalillar. Yani asosliq dalillarning biri. Buningdan boshqa dalillar bormi bu haqda? Qur'oni Karimdagi yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah degan mush oyatni dalil qilgan. Va uningdan boshqa sahobalar hayotida bo'lgan aynan ishlarni, amaliy voqeliklarni dalil qilgan olimlarimiz. Bu insonlarga ehtiyojli bir tijorat turi, sheriklish turi. Chunki insonning hammasi tijoratda iqtidori bo'lmaydi. Hamma odamning qo'lida pul bo'lmaydi. Ma'lum insonda mumkin pul bo'lishi, mayli u pul hibe bilan kelsin, ya miras orqali kelib qolsin, yoki boshqa bir tijorat qilib topgan pul keyin o tijorat aqmay boshqa bir ish qilay dedi, masalan, uni qilolmaydi. Bu yerda undan iqtidori va ya hunari va boshqa bir odam bor, masalan, shu pul bilan tijorat qila oladigan, bu pulni uningga topshirdim. Yuqorida deyilgandek foyda qanday deysa, qanday ittifoqlashsa, shu ittifoqlashgan bo'yinchi bo'ladi. Xo'sh. Lekin ziyon-chi deysa, ziyon agar bir odam ishkilisi bizga ishonadi. Ishonadi. Pul berildi tijorat qilishga. Buni olimlarimiz ikkiga bo'lgan, mutlaq, muqayyat. Ya'ni mutlaq degan nima desa, bir odamga 100 ming TL'ni berdi. 100 ming TL'ni berib, mush pul da'misa, nima ish qilib pul topsizlar? Biz ashunga 50 ga 50 ish kerak. Qaysiz ba'da nima ish qilsangiz qiling. Qaysi nima ish qilsangiz qiling. Mayli buningda tabiiy holda harom ish kirmaydi. Musulmonning bunda shartlashi kerak. To'g'ri. Harom ish qat'iy kirmaslik lozim, harom tijorat kirmaslik lozim. Lekin to'g'ri bo'lgan har qanday tijoratni qilib, qilsangiz qilib pul topib kelar, pulni tang bo'lishimiz dedi. İkinci türe bunda değilsimi bununla emel kılış lazım hem de. Pulunu ağan edem. Pulunu ağan edem. Yani nemiş kıysan kıl deysen, çukum cemiyette pul tapını bulduğun işini kılış lazım. Ziyan tatmaydıgan. Ziyan tatış ihtimallığı az boğan işini kılış lazım. İkincisi, malum bir işini kılısız. Mesela, rakçılık kılısız. Tekstilcilik kılısız bugünkü günde. Ya ki aşkhanacısız.
yoki mashina olib ijara qo'ysiz deb shart qilib berdimda. Qarshi taraf agar shu shartni qabul qilsa, ya'ni ish qilmoqchi bo'lgan odam shu shartni qabul qilgan bo'lsa, shu shartga asosan ishlash lozim. Shu shartga amal qilish lozim, ya'ni deyishgan shartga. Pulni alachaqda voy biz raqchilik qilamiz, u bu deb elib masalan, tekstilchilik qilamiz deb qarasa uning puli aldirab olmaydimda. Tastrak olmaydi. Uning o'rniga tekstilchilik qilib qijlanganning o'rniga Irandan masalan zapa kelsak obdan foyda qildi ekan deb zapa ekilib aydirim tatib oldi zapani masalan. Ziyan bo'ldi. Agar bunday bo'lib qolsa, buning kepil bu odam. To'laydi. Nima uchun deysan? Pulning egisi o'tirib qo'ygan shartga amal qilmadi. Amal qilmagandan keyin u ruxsat qilmagan bir tijoratni qilib, unda ziyon chiqsa shu, u chaqda bu to'laydi bu odam. Agar ruxsat qilmagan tijoratni qilib foyda qolsa shu desa, u chaqda mayli degan. Çünkü talashda chiqmaydigan bo'lg'achqa. Pulning egisimi sizlar mani qilsizlar degandilar, lekin qarasam buni jiq pul topib qo'ymaydi ekan. Ma ishni qilib, mana pul topdim jima desa, xo'sh bo'ldimda. Voy, foyda chiqqan vaqt qo'pab, voy sen nima qilma desam, nimishqa pul topib kelding menga deb qopolmaydi deb kishimda. Lekin ziyon chiqqan vaqt shu desa, u chaqda undan shu pulni berguchi, ya'ni pulning egisininki shartiga amal qilmagan bo'lsa, uni to'laydi. Shartiga amal qildi. Yoki mutlaq berib tikan tijorat qildi. Bu odam beparvolik qilmabdi. Tajovuz qilmabdi, masalan, kamchilik sodir qilmabdi. Normal bir ishni qildi. Normal bir ishni qilib ziyon tortgan bo'lsa, bu ziyonni pul egisi tortadi. Ma ish qilgan odamchi o'zining vaqtini, emgagini ziyon tortadi. Emgakni ziyon tortish bir odam masalan, voy qanday gap bu deyishi mumkin. Masalan, siz bir odamga 100 ming TL pul berla tijorat qilish qadar. Bu odam 1 yil kuchida tijorat qildi. Ma'lum bir ishni qildi. Qilgandan keyin 20 ming TL ziyon chiqdi masalan. 20 ming TL ziyon chiqsa, bu odam asli ya uning gibi pulanmagan, faqat o'zi kuch chiqargan. 20 ming TLni foydani 50 degandan keyin 10 mingni sen 10 mingni men o'tayman desak, aniq nisbatan zulm bo'ladi. Nima uchun desa, 100 ming TL pulni chiqargan odam o'zining uyida xotirjam bolalar bilan uxlagan. Aramini olgan. Yoki o'zining boshqa ishlari bo'lsa, boshqa ishlarni qilgan. Ma odamcho desa, şu 100 ming TL pulni ishiltib turib, men pul topaman deb tirishchanlik qilgan. Bu agar bu yerda shogun ishlagan bo'lsa-mu, bir muncha az deganda, masalan 30 ming TL maosh olish mumkin-da, bu yerda ishlagan bo'lsa. Lekin ma tijoratni qilib, jiqroq pul topaman degan maqsadda buni qilgan, bu ziyon chiqdi. Ziyon chiqqan vaqtda shariat nima deydi desa, bu ziyonni pul egisi tortadi, u hech qanday kuch chiqarmagan bo'lg'achqa, ma ishlagan odam shu desa, o'zining vaqti va shundaqla o'zininki kuchini chiqargan vaqtini, chiqargan tirishchanligini, kuchini ziyon tortadi deb belgilagan. Faqat ikki xil holatda pulga ega u qaysi desa, birisi beparvolik qilish, yana birisi haddidan ziyoda hammadan qarasa mo'yinda ishni qilamdigan deb qaraydigan kamchilik sodir qilish. Masalan, do'konning ishini o'chib qo'yib, ketdi. Shuni bilan malni o'g'raldi, masalan. Bu, ya'ni har qanday odam ko'rsa, anglasa, mo'yinda ishim bo'lamdi deydigan kamchilik hamdi. Yoki tajovuz qildi masalan. Bu yerda tashib etdi malni, ochiqlar. Yoki pulni og'ir olmaydigan, og'ir bo'lash ehtimoli yiroq qo'ygan turmaydigan odamga malni necha bilib qo'ysa, ummi kirdi. Shunda hech qanday bir qo'lida isbot bo'lmagan asosda endi uqmaydigan yerga mal yurib qo'yash yoki hujjat olmay mal yurib qo'yash,
Muşunda işlemi şunun qatarı kirdi. Endi şu yuqorida deb o'tgan tijoratda, masalan, muzaraba tijorat shirikchilikda ikki yil tijorat qilibdi. Birinchi yil esa payda yaptamdi. Masalan, deyli 50 ming yoki 100 ming TL payda tekibdi bir yilda. Ama ikkinchi yilni esa ziyon tatibdi. Bu vaqtda ham ziyon tatib, ana dasmayig'ima kirib ketibdi mi bu da ziyon, yani 150 ming TL ziyon tatibdi. Burun tapqan 100 ming TL tugab, ana dasmayig'dan 50 ming TL ziyon chiqibdi. Bu shunda muzaraba tijoratda. Bu vaqtda ham da bu ziyonni qanday to'laydi masalan? Bu çağda en birinci olab yuqorida degandek ziyon en başta nimaga keldi desa paydaga keldi. Yani her qanday tijoratda ziyon bo'lsa, avval shu chiqqan paydini shu ziyonga hisoblab, uningdan keyin andin asl dasmoyiga andin kelimiz hamda payda yetmay qolsa chiqqan ziyonga. Bu umum bir prinsip qoida bo'lg'achqa, bu xil holatda ikkili taraf pulning egisimi payda olgan. Pulni ishlatgan odammi payda olgan. 50 mingdan 100 mingni olgan o'tgan yili masalan. Bu ikkilisi shu olgan paydani o'ttirib tashlaydi. Ziyonni to'liqlash uchun. Bu vaqtida ziyon 50 ming TL ziyon qoldi hamda. 50 ming TL ziyon qoldi, 50 ming TL'ni yanıla malning egisi to'laydi, ishlagan odam shu to'lamaydi. Chunki u hech qanday pul topmadi bu ishda. Olgan paydani qaytarib bergan. Bu birinchi savol ekan, shunga bilish uchun. Endi eng oxirgi savolimiz, yani shirkat lujuh deb atiladi ekan endi shariatda. Mesela ikkimizninki qo'limizda dasmi yo'q. Lekin tijorat qilganimiz bor. Bir yani ikkimiz jamiyatda biroz sadaqa haqlar binasizsak, necha mal olsak birdi. Ya boshqalardan qarz olamiz. Bu shunday qilib bir shiriklik tijorat qildik hamda. Buningki hukmi nima masalan? Bunda vaqtdagi payda ziyonlar qanday bo'ldi? Masalan, biz ikkimiz de qo'limiz bozorga chiqdik. Masalan, burun Makkaga batdik, masalan, Misrga vaqtida Makkaga kelib kelgandan keyin ashadagi vatan malakab sotgan tijoratchilarning oldiga borib, ikkimiz birga tijorat qilib boqqan masalan. Shundoq malni atdik, chiqib sotdik. Satqandan keyin pulni amiz bo'lsa bir foydasini atdik hamda. Shunday vaqtlarda ziyon chiqib qolsa, yoki masalan bir xastalik bo'ldi yoki bir xastalik bo'lmasa ziyon chiqdi. Bu tijoratning hukmi nima? Men ziyon chiqqan vaqt qanday bo'ldi? Bu tijoratda olimlarimiz ittifoq emas. Xususan Imom Shafi'i rahimahulloh buni rad qilgan. Chunki bu tijorat sherikchilik degan ya pul asosir bo'ladi, ya ish asosir bo'ladi. Yoki xizmat sheriklashish lozim, ma'lum bir ishni qilishda, yoki pul orqali sheriklashish lozim deb qaragan. Bunda sherikchilik bo'lmaydi, bu o'zining obro'yi bilan qanday sherikchilik bo'ladi deb qaragan. Lekin Imom Abu Hanifa va Imom Ahmad rahimahumulloh bular durust, bu bir yo'l, ya'ni chunki malni nisiya olish bor shariatda. Onda da bunda masala bo'ldi ekan. Masalan, biz bir tijorat qilmoqchi. Hozir degandek qo'limizda pul yo'q. Bir yerdan bir qarz olamiz. Sizlar bosanglar qarzni birda, masalan 50 ming TL'ni sizlar qarzni olib berib menga. Lekin o pulni menga berib, amsa meni yuzimni qilib mana olib berdim, sizlarga dasmay olib berdim. Ondan keyin sizlar ishni qanday qilsangiz qilsizlar, lekin foydaga sherik bo'lmaysiz desa, bu shu mumkinmi? Bu haliqi qarz. Ya masalan o men qarz deb misol qildim, qarz emas hamda, lekin bu qarshi tarafdan kim ega bu qarzga? Qarzni olgan odam ega. O'zining obro'yini ishqilib, qarzni olgan odam ega. Bu nimaga? Pulga. Pulning egisi uchinchi odamni tunimaydi. Uchinchi odamga balkim pulni bermasligi mumkin-da. Unda bo'lgandan keyin pulni berguchi bilan og'uchi o'zining obro'yiga tayinib og'uchi o'tirisidagi muomala bu qarz muomalasi. Bu qarz muomalasi.
bu pulga men mas'ul hamda. Sen Pulni kim olgan bo'lsa, shu odam mas'ul. Unda bo'lgandan keyin buni 3-odamga men bersam, xuddi bu mudaribi o'xshaydi. Chunki mudaribidimi bir odam o'zininkilikqa hamma puli naq o'zining puli bo'lish lozim, bu yerdan qazalib mablag' sas bo'lmaydi deydigan ish yo'q. Unda bo'lgandan keyin men qarshi tarafdan obro'yga tayinib qarz oldim, ya qanday bir shaxs qarz oldi. Qarzni olgandan keyin 3-odamga qarzni olgan odam berdi, birinchi odam bilan buning munosabati yo'q 3-odamningki. Bu 3-odam bilan ma odam o'tirisida pulni olgan odam o'tirisidagi munosabat nima desa, mudarib munosabati. Yani ticarette tabii halda payda manç persen de değilse duruz. Paydası duruz. Ama ben kadar ki qarz mamay mal elip satırgan işte de. Mal elip satırgan işte işkedem şirikleşti. Bazı vakitte mesela abroyluk adam nime bilen kolu keltirdi bu abroy ne dese, özünün cemiyetteki samimiyeti, rastçılığı, aş işini qilib haqla bunu işengellikten qo'l keldigan narsa bu yüz abroy degan. Unda bo'lgandan keyin tabiiy holda nisi elib naq satırımdı. Oturdu paydalıdı. Paydagandan keyin ziyan ikisi qanda şu ortak desmi bo'lmaganligidan ortak desmi olmagandan keyin ziyan chiqsa ziyoning ishimiz ketar. Yani ikki odamga teng bo'ludi. Çünkü bir yerde pul farkı yok. Çünkü pulga almadı bir narsani. Fakat anın mas'ul ulaşta mal ilgisiga nisi algan malga ishkilesi o'xshash mas'ul. Bu şu Ebu Hanife rahimahullah'ın qarshi bo'yicha jaiz degan bir şirkçilik. Bugungi kunda bu jamiyatda mubam. Umumiy bugungi kundagi shirkatlar cho'g'i desa, mush asosdamda. Yuqorida bayon qilingan shirkatlarning turi kengaydi. Bugungi kunda masalan hassidorlik shirkati deymiz masalan. Hassidorlik shirkatida necha yuz odam mablag' soladi ma'lum bir shirkatga, farqli mablag' soladi. Biz million solish mumkin, 100 ming solish mumkin, 500 ming solish mumkin. U yerdagi shirkatni idora qilayotgan kishilar idora qilayotganlar ko'pincha holatda u shirkatda mablag' yo'q odamlar bo'lish ehtimolligi bor. Chunki shu pulni aylantirib pul topadiganlar bu. Bu shu xuddi mudarabaga o'xshab ketadigan bir tür hamda masalan yani İslam'da bayon qilingan ma'lum hunar kasb egalarining shiriklashish masalasi, o'zining kuchi bilan shiriklashish masalasi deydi. Masalan burungi zamonlarda hammal deb atiladigan jadimjak yuk tushiydiganlar shiriklashadigan ahvollar bate yoki mashinchilar masalan ya şoförlar yoki bugungi kunda har xil mal tush shirkatlarini qurish masalalari bu sho'ning hammasi shu burungi zamonda o'ttirib qo'yilgan. Buning asosi bugungi kunda shu bu taraqqiy qilib kengaygan turlar. Nurg'un shirkat turlari bor. Ashuning ya bashdiki shu naqd pul qo'shash qatoriga kirdigan yoki bir taraf kuch chiqarib bir taraf pul chiqarish qatoriga kirdigan shunday turli shirkatlar bugungi jamiyatimizda bor. Endi savolim tugadi. Eng oxirida bizning ulamolar birligiga kelgan shu tijoratga aloqador masalalarninki ko'pinchisi tijoratni boshlashdan burun hamiz mani qalamtimizda qilaylik deblar pul chiqayotgan pulni chiqarib men kuchimni chiqaray o'zim amchamsa deyish o'tiblar ishni qilib o ish qolmashmagan vaqtda lekin biz bilan onu masalan arayanmay do'stlar iraqlashadigan necha yaqin o'tganlarmi hali ig'ir jidallarga tushib qolgan ahvollar yuz bergandir. Shunday ahvollarni yuz bermaslik uchun masalan nimani tavsiya qillar oxirgi xulosa gaplari nima bu haqda? En birincisi sağlam başlangan iş tükke vaqtdami oyoqlashgandami chuqum sağlam tugaydi. Şunun için başlagan vaqtda hamma ish shartlar hammasi aniq bo'lish lozim. Gaplar aniq bo'lish lozim. Bo'lsa yezish lozim. Bugungi kunda zada haqiqiy shirkatlar hammasi to'xtam bilan bo'ladi. Unda bo'lgandan keyin to'xtamlar joyida pul qo'shgan bo'lsa pul. Qanchalik hatta olimlarimiz
Mesela bir taraf pulni naqd qo'shdi, yana bir taraf nisi pul qo'shash asosida shirkat qursa bo'lamdi desa bo'lmaydi deb javob berdi. Nima uchun desa, bu nisi pul qachon qo'lga kelishi endi qo'nmag'achqa shu qom shirkatda ikkili tarafning puli naqd bo'lish lozim. Nima ish qilsa talash tartib qilib bordi deb. Bizning ishimizdagi nurg'un ahvollar shu. Bir tarafda pul vati, yana bir tarafda boshqa bir odamda elishi vati masalan. Şu asasda şeriklashganlar var. Mesela hozir 100 ming chiqadi, mesela bir taraf. Yana birisi deydi, "Mening mo palandin 100 ming TL erishim bati, u pulni ya bir oydan keyin bermoqchi. Men shu pulni olsam, qo'shiman. Ma pul bilan mesela ishni boshlab, do'kon olsak, yasab turlar, ya uni qilib turlar, buni qilib turlar. A pulni olgan vaqtda andin uni mollaramiz." deb mesela shirikni boshladi. A 100 ming TL pul var men bu 100 ming TLni oldi ekan-go. Deganga egizlik gap ishinib, shuning bilan shirikchilik qilib boshildi, oshxonaga qajildi 100 ming TLning 50 mingni masalan. Keyin andina 100 ming TL bir oydan keyin keldigan pul qo'lga kelmadi. Shuning uchun talashlar chiqardi. A pulni qatmagan odam ba'zilari hamda o pulni bermadi qanday qilamanda, o'ch-bo'chi deb qazga ega bo'lmaydigan, ziyonga ega bo'lmaydigan ishlar bor. Shuning uchun olimlarimiz palandın yok mal bilen ba mal ikisini juplashga bo'lmaydi, sheriklashga bo'lmaydi. Yani yok mal meyli qazi olsun, başka adamdan algan pul olsun mesela. Ya nisi qilib qolgan bir malning puli olsun. Bu asosda bo'lashga bo'lmaydi. Cho'qim ikki odam sheriklashmoqchi bo'lsa, ikkilisining puli uchun naqd bo'lish lozim. Naqd bo'lmaganda keyin talash tartish kelib chiqadi. Chunki qazni alamaslığı mümkün, haqda aldığan nisi pul kelmesligi mümkün. Şuna bilan talash tartish chiqadi deb. Talash tartishni oldini olish uchun shu shariat o asosda bir taraf naqd pul, yana bir taraf nisi pul qo'shash asosida shirkat qurishni cheklaydi. Shuning uchun pullar naqd bo'lsin, kelishimninki ziyon chiqsa qanday qilamiz? Eng boshda ziyonni qanday qilib bir taraf qilish belgilanish lozim. Bizning nimimizda cho desa, nurg'un qarindoshlarimiz keldi, ziyon tasavvur qilinmaydi do'konda. Shirikchilik ish qilgan vaqtda ziyon chiqsa qanday qilamiz, ziyonni qanday bo'lishimiz, nima asosda bo'limiz degan gapni deyishmay, foydalangan gapi va oxirida jiq ishildi ziyon chiqib, nurg'un xafalık kelib chiqdi. Shuning uchun masala aniq bo'lish lozim. Boshdan tortib. Ishni boshlashdan burun, ya'ni butun hamma narsalar shirikchilik chiqargan mablag'ning nisbati, foyda nisbati, ziyon, ya'ni tijoratda yuz berib qolish ehtimoli bo'lgan hamma narsalar aniq yozilib, imzoliq holatda bo'lsa, yaxshi bo'ldi demoqchi. Yaxshi bo'ldi. Ishlar aniq bo'lsa, keyingi natijami yaxshi oyoqlashadi. Rahmat, Alloh razı olsun. Alloh razı olsun. Hurmatli qarindoshlar, bugungi savol va javob nomli programmamiz bu yerda oxirlashdi. Inshaalloh kelarki programlarda ko'rishish umidi bilan hammalarni Janob Alloh taologa topshirdik. Xayr, xo'sh omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.